Assalomu alaykum hurmatli haqiqatni izlaguvchilar. Bu qitimliq leksiyarimizga xush keldinglar. Salomatlik sababli qonimizni vaqtida yengil olmay qoldik. Qarindoshlarimizning to'g'ri tushunishini umid qilamiz. Biz tunji leksiyarimizdan boshlab biz yashayotgan sistemining bizning bilishimizni xalab ketmaydigan qismining har bir halqasini ayirib, parchalab turib, oson hazm qilgudek shaklda leksiya qilib sunishga tirishib keldik. Chunki bu mazmunlarni komplot teoriyasi degan qalpoq bilan bizning jiroq turishimiz uchun kishilarning kallasiga yolg'on degan hukmni singdirishga tirishib kelayotgan bir istixborot harakatining borligi aniq. Yana kelib bizning uzun yillik ma'rif va muhit bilan formatlangan savol-so'roqsiz, tafakkur aralashmagan, faqat qabul qilish va bo'ysunish odatlarimiz bu mazmunlarga nisbatan immun kuchi shakllantirib bo'lganligi uchun bizmo bu leksiyalarni hozirlaganda har bir mazmun söz ibora va hukmlarni shunchalik tanlab turib ishiltib uzun yillik qurilib bo'lgan mazmutlashib ketgan tafakkur to'saqlarimizning yuchuqlaridan kirishga tirishib keldik. Chunki biz da'vatgan bu sistemini qurganlarning qo'lidagi kuch insonni anatomiyasidan tortib psixikasigacha nihoyatda yaxshi biladigan va bir qancha yuz yilning yoqisi yuqori mablag' bilan o'limsizlikni tepib chiqish uchun insonni har tarafdan to'xtamay tadqiq qildirib bugungacha davomlashtirib kelayotgan bir kuchdan iborat. Shuningga ishonamizki, bu to'saqlarni tamoman o'rib tashlashga kuchimiz yetmasimi, lekin shu biz kirgan yo'chuqlarning kundan kunga cho'ngayib, shu yo'chuqlardan texmi ko'p yo'riqlikning ichiga kirib, haqiqatni g'uvo bo'lsimi ko'rsatishga sabab bo'la oladiganligimizga ishonib, bu leksiyalarimizni va fikr amrini davomlashtirib kelyapmiz. Bu jarayonda yanada qarindoshlarimizning qo'llashiga tarqitib ham bahrlab, texmi ko'p qarindoshlarimizning hech bo'lmasa bu fikr bilan tunishib yiqishiga yordam qilishni so'raymiz. Bu shaytoniy sistemini qo'rqitadigan kuch savol qo'yg'uvchilarning va uyg'ong'uvchilarning sonining ko'payishidan kelib chiqadigan sifatning o'zgarishi va buningdan kelib chiqadigan haqning tajalli etishi. Undaq bo'lsa, bugungi biz sistemaga qulmo nomli leksiyamizni boshlab ketaylik. Tunugini bilmagan bugunni bilmaydi, bugunni bilmagan atini bilmaydi degan bu hukm bo'yicha biz bugun yuz berayotganlarni tushunish uchun cho'qim tunugunga berib qarab yiqishimizga to'g'ri keldi. Xuddi bizning badanimizni issiq ilib ketsa, biz o'tib ketgan vaqtda nimalarni yeganlarimizni o'ylash orqali issiq tutilishining sababini topganimizdek va shundaqla darhol uningga qarshi tangchash ilib berish uchun sabab qilish orqali uzun o'tmay tangshildiganligini bilganimizdek, cho'qim avval tunugun nima yeganligimizni yaxshi bilishimiz kerak. Bo'lmasa diagnoz xato bo'ladi, natijada sabab qilishmi xato bo'lib, texmi og'ir oqibatlar kelib chiqadi. Shunga tarixiy bilimlarimiz hech bo'lmasa dunyoning yaqinqi 300 yillik tarixini to'liqlab bilib olishimiz kerak. Bugungi leksiyamizdagi yo'ritmoqchi bo'lgan biz sistemaga qulmu degan temini yo'ritish uchun azroq o'tmishdan bugungacha boshqarish va boshqarilish munosabatida nimalar bo'ldi, bunga bir qarab boqaylik. Dunyoda bugunlarda millionlarcha qul o'zining qul bo'lganini bilmay turib yashaydi va balki afsus yashayapmiz. Bu ahvol bir qancha yuz yilning yoqisi davomlashmoqda. Sanoat inqilobidan keyin qullarga apandilarini tanlash huquqi berildi. Uningdan burun apandilari qullarini tanlaydi, setib oladi va ishlatadi. Apandilarini tanlash huquqi berilgandan keyin, ya'ni demokratiya, saylanish huquqi berilgandan keyin o'zlarini o'ris qilishga boshladi. Qullarga nima uchun apandilarini tanlash huquqi berildi? Chunki apandilari qullarning ishlab chiqarishning texmo aktivlashganligini ko'rdi. Bu sistema o'zgargandan keyin insonlarning qallasidagi qul va apandi hukmi o'zgarib, qullarga yangidan umidlarni berishga boshladi. Insonlarning zehnini qul qildigan siyosiy ideologiyalarning hammasi iqtisodiy modellarning ustiga qurilishga boshladi va davom qilmoqda. Misol olsak, kapitalizmda ishlab chiqarish mablag' ustiga qurilib, ilib berildi. Kapital ustidan planlandi. Bu ahvolda mablag'ni qo'lda tutganlar, ya'ni bankirlar, apandilar, boshqalari qul bo'ldi. Kommunizmda misol olsak, bu yerda ishlab chiqarish kommun tarafidan belgilandi. Kommun degan gap ishlab chiqarish uchun bir yerga to'plangan kishilarni va kollektivni ko'rsatdi. Bu nuqtada o kollektivni tashkillagan odamlar kim bo'ladi? Bular byurokratik guruhlar. Bu byurokratik guruhlar apandilar, bulardan boshqalarining hammasi qullardan iborat. Qullar zavodlarda va ishchi kamplarda ishlaydi. Mal egisi bo'lish yoki shaxsiy mol-mulkka ega bo'lish huquqimi bo'lmaydi. Feodalizmmi ishlab chiqarish ustiga qurilgan bo'lib, etizlar va mol chorvalar ustidan planlandi. Bu ahvolda etizlar bilan mol chorvalarining egisi bizning tushunishlik tilimiz bo'yicha pomeshchiklar, boshqalarning hammasi ularning etizlarda ishlaydigan qullar bo'ladi. Yuqoridagi misolni texmo oddiy qilib ifodalasak, bir tarafda qullar bor, bir tarafda boshqaradigan bir to'p kishi.
Bu boshqaruvchilarning o'tirsidagi o'rtaq jidal bo'lsa, qullarni kim boshqaradi? Qullar kimning qo'li bo'ladi? Kapitalistlar deydiki, mening bo'ladi. Chunki mablag'ni men chiqardim, hamma narsa mablag' bilan aylanadi, mablag'ga qarab plan qilindi. Bu michlar bo'lsa, yo'q, etiz va chorva egalarining bo'ladi. Chunki ular etizlarda qul bo'lib ishlab, mol chorvalarni beqish kerak. Bürokratlar deydiki, bürokratlarning bo'ladi. Chunki biz bürokratlar bo'lishibimiz bilan proletariatchilarni biz plan qilib, boshqarib, ishlab chiqarish kollektivini shakllantiramiz. Shuning uchun ular bizning qo'limiz bo'ladi. Bu jidallar doim bu guruhlar o'tirsida qullar kimning bo'ladi deydigan feodalizm, kapitalizm va kommunizmdan iborat izmlarning orasida bo'lib kelgan jidallardir bu. Ya'ni yuqorida deb o'tgandek, insonlarning zehnini qul qiladigan siyosiy ideologiyalar deganimiz bu feodalizm, kapitalizm va agar insonlar uyg'onmasa, bizni kutib turayotgan kommunizmdan iborat bu izmlarning jiddiy va afsus hammasining markazida bo'lgan bizlar, ya'ni insonlar. Ammo bu siyosiy ideologiyalar paydo bo'lib, bugunga kelguncha hech bir zaman qullarning hurligi talab qilinib boqmagan. Har zaman bir apandi insonlarni qul qilganga tirishadi. Bundaq misollar yana nurg'un, ammo butun bu misollarning o'rtaq bir nuqtasi bo'lsa, kuchning belgilik markazda to'planishi va kontrol qilinishi. Kuch qancha bir yerga to'planib, qancha markazga markazlashsa, qulluq sistemining boshqarish kuchi u daraja shiddatli bo'ladi. Kuchning eng ro'shan shaklda oldimizga chiqqanini biz qayerda ko'ramiz desak, davlatlarning haddidan oshgan huquqlaridan ko'ramiz. Tarix buni bizga qitimlab isbotladi. Podshoh yoki hukumatning beshida turganning huquqi qanchalik kuchli bo'lsa, u qadar diktator bo'ladi va xalqlarmi u daraja qul bo'ladi. 1789-yildagi Fransiya inqilobidan keyin podshohlik tuzumi yiqilishga boshladi. Uningdan keyin demokratiya nomida niqoblangan yangi bir podshohlik sistemasi keldi. Bu qitim kollektivlarning qulluqdan qutulish uchun bir asr kurash qilgandan keyin erishgan o'zgarishi bo'lsa, podshohlarni endi o'z qo'li bilan tanlaydigan bo'ldi va mushu bo'yicha o'zlarini hur deb tushunishga boshladi. Ammo naq aksicha qulluq his qilolmaydigan darajada asti xarakterli qulluq shakliga o'zgarib ketdi. Hozir yarsharlashgan pul sistemasi kollektivni bir vaqtda ham davlatlarning ham banklarning qo'li qilib qo'ymoqda. Banklar bilan hech qanday bir munosabati bo'lmagan bir kishimi farq etmay turibla banklarning qo'li bo'lib qoladi. Yarsharlashgan pul sistemasidagi pul huqumiga qarab baqsaq, bu sistemada yanchuqimizdagi pulning qimmat jihatdan kontrolligi bizning qo'limizda bo'lmaydi. Ya'ni davomli qimmati to'lqinlanib turadi. Buninglik bilan biz pulni uyimizda besib yozsaqmi, bu pulning qimmati shu joyda turibla ojizlab maqdi. Bu yerda pulga qarshi chiqmoqchi yoki chatoq pulda demakchi emas. Pul haqiqatan ajoyib bir bayqashdir. Insonning hayotiga nurg'un ma'nolarni qo'shib keldi. Masalan, uning bilan sotgan narsalarning qimmatini yig'alaymiz. Inakdan 100 kilo sut sig'ib oldik. Buni almashtirish uchun yanchuqimizni elib yurolmaymiz yoki keyin ishiltish uchun 1 yil saqlay olmaymiz, chunki buzilib qoladi. Ammo uni pulga aylantirib, xohlagancha yanchuqimizda yoki bir yerlarda saqlay olamiz. Ammo pul orqali faqat mol-mulkimizni emas, sarf qilgan vaqtimizning amgikini va qimmatini pulga aylantirib yig'a olamiz. Bu bo'yicha hisoblasak, bu yig'ib to'plagan pul orqali vaqtimizni nimaga sarf qiladigan hurlikka erishgan bo'lamiz va qarorni o'zimiz tanlab turib bera olamiz. Pul hurlikimizni yanchuqimizda elib yuradigan bir vosita bo'ladi. Bu nuqtadan pul hurlikimizning to'plangan yeridir. Ammo uni bizdan majburiy yoki sistemli holda dollardagi perevod nisbatlari, pul paxalligi, o'sim qatorliq sistemlik aldamchilik bilan u pulning qimmatini yo'q qilishga tirishayotganlar aslida bizdan hurlikimizni elayotganlar bo'ladi. Buning bilan hukumatlar va iqtisodni o'ynayotgan sarxillar bizning apandimiz, biz bo'lsak ularning quli bo'lamiz. To'xtamay ishlaymiz, ammo hurlikimizni qurbon qilib turib, sarf qilgan vaqtimizga, tegishli bo'lgan haqqimizga hargiz erisha olmaymiz. Ko'p qismlarimizning topqanlari balki faqatla hayotda qilishimizga aranla yetib, umr bo'yi shundoq o'tib ketib qolamiz. Butun erishganimiz, hurlikimiz, hamma narsamiz ko'rinmas kanallardan eqib ketib borsimi, biz sistemining qanday qilib quliga aylanib qolganligini farq etolmasligimiz, hech binormallik his qilmasligimiz va sistemi bilan o'ttirimizdagi bu ochiq reallikni tunib bo'lolmasligimiz mumkin. Zamonaviylikning rangvozlikni voyaga yetkazgan tarafining birisi bo'lsa, qullarning bo'yniga taqalgan zanjirni ko'rinmas qilg'ini va qullarning o'zini hur deb his qilishlaridir. Uyquda qilishimiz uchun sistema doim bizga umidni va'da qilib keldi. Bizning diqqatimizni chachadigan har xil xo'shallik so'zlarini davomli yangilab biz va farzandlarimizga sunmoqda.
Sistema satni chiroyliqni sat ko'rsatib, sistemaga qarshi kelganlarni xoin, aldamchi va har xil qalpoqlar bilan jimoqtirmoqda va bostirmoqda. Bugungi bu yashayotganlarimizdan George Orwellning 1984 romanida yozgan bir distopiyaga ketib boramiz yoki ichidimi yashayotimiz, buni bir o'ylab boqayli. 1984 romani Angliyalik yozuvchi George Orwell tarafidan 1949-yili yozilgan bo'lib, bugungi yashayotganlarimizni va yashaydiganlarimizni 72 yil burunla roman shaklida tasvirlab bergan bir kitob. Cho'qim o'qib chiqishinglarni tavsiya qilamiz. Biz yuqorida qisqacha qilib yaqinqi zamon tarixidan bo'libmi, siyosiy ideologiyalar paydo bo'lgandan tortib, izmlar to'qilib chiqilib, bugungacha bo'lgan insonlikning boshqarish va boshqarilishidagi munosabatini ochiq tilga olgan vaqtimizda aslida qo'l bilan apandisi munosabatidan ko'p farqi yo'qligini tor doirada ozroqla ochadigan bo'ldik. Balki nurg'unlarimiz bu yerga kelganda qo'l degan bu hukmni ishlatganimizdan damalliqqa qabul qilib bo'lolmayotgan bo'lishimiz mumkin. Biroq nasihat qancha ochiq bo'lsa, mevsimi shuncha tatliq bo'lganidek, bu xalqni yo'ritish uchun ochiqroq so'z iboralarini qo'llangan bo'ldik. Undaq bo'lsa, tunugunni bildik, bugunga ozroq nazar solsak, nafsimizni bargan sari kuchlantirib, bizni texmo bak kontrol qilish uchun qo'llanayotgan rangvozliklarning har kuni bir daraja ish berayotganligi hech kim inkor qilib bo'la olmaydigan bir haqiqat. Bizga berilayotgan digital apyonning miqdori kundan kunga kuchlanib bormoqda. Afsus yeri shuki, bu rangvozlik texi cho'qqa pallasidan xilla jiroqda. Hozirgi bo'layotganlarni bir o'ylab, cho'qqisiga borganda nimalarning bo'lganligini bir tasavvur qilib baqsak, nafsimizning bekarak quli bo'lib ketishimiz uchun sistemaning qanchalik suiqasdlar bilan kuchayib ketayotganligini bilish uncha tasga to'xtamaydi. Muddatga bo'lib to'lash bilan inovatlik bank kartlari o'yinimiz va qo'limizga silingan zanjirlarni ko'rinmas qildi. Oldin iste'mol qilish degan yangi apyonlar bilan davlatlar qarzga bo'g'ilib, bugungi nasl keyingi naslning rizqini oldin xajlash badaliga rohat surmoqda va ularga bir patman qarzlarni qoldirmoqda. Mundaqcha aytganda, tug'ilmay turibla sistemaga qo'l qilib bermoqda. Biz bu dunyoga sahib bo'lish uchun emas, shahid bo'lish uchun kelganligimizni bilsakmi, 20 yoki 30 yillik qarzlar va o'simlar bilan uy, mashina va boshqa moddiy buyumlarni sotib olish orqali qancha ko'p qarz bo'lsak, shunchalik ko'p buyruq elib, qilayotgan ishlarimizdan ayrilib qolgandan keyingi u qarzlarni qandoq to'lash qo'rqusi bilan itoatkor bo'ldik, xatoga, zulmga qarshi ovoz chiqarish u yoqda tursin, unsiz shaytonlar sepiga qo'shilishga boshladik. Mana bular bugun biz yashayotganlar va farzandlarimizga yashatmoqchi bo'layotganlar. Undaq bo'lsa, bu sistemaga qarshi chiqqili yoki bo'lmasa, nimalarni qilishimiz kerak degan savolning javobiga bizning izlanganlarimizning ozroq bir qismini sunib boqayli. Piramidning kuch taqsimoti bo'yicha hukumatlarning ustida markaz banklari bo'ladi. Bu markaz banklarini u kuchga ega qilgan xalqiliq omil o'simdan iborat. Shuning uchun muborak dinimizning muqaddas kitobimiz bo'lgan Qur'oni Karim Baqara 279-oyatida bilingki, agar o'sim ilishdan voz kechmasangiz, Alloh va Rasuli bilan urushda bo'lganligingizni biling degan oyatidan muqaddas kitobimiz Qur'oni Karim 1400 yillar burunla shaytoniy sistemaning xalqiliq omiliga yaqinlashmasligimizni bir qancha oyatlari orqali o'sim olmaslik va bermaslik to'g'riliq shiddatli ogohlantirish bergan. Yana bir shaytoniy sistemini vayron qiladigan qurol bo'lsa zakot. Qur'onda zakotga oid va boshqalarga berishga va yordam qilishga va hambaharlanishga oid oyatlardan 100 dan ortiq oyat bor. Payg'ambarimizdan sahobalar kelib zakotni qanday beramiz deb so'raganda, ehtiyojning ortiqini deb javob bergan hadislardek nurg'un go'zal hadislar bor. Zakotni qurol qilish to'g'riliq oddiy misol olsak, bir oilaning 10 ming liralik bir kirimi bo'lsa, 6 ming lirani butun chiqimi desak, qolgan 4 ming lira ortiqini zakot fondi qilib, hamma odam qo'ysa, ehtiyojni ortiqini bu yerga to'plasa, ehtiyojliklar kasalga va boshqa ishlarga ishlatsa, dunyoda kambag'allik, ocharchilik va umidsizlikda bir narsa qolmagan bo'ladi. Dinimizning nurg'un tashabbuslarining biri bo'lsa, to'plashqa va yig'ishqa qarshi turdi. Kelganda elib kelolmaymiz, ketganda elib ketolmaymiz. To'plashqa, yig'ishqa qarshi turishdiki hikmatni oddiy qilib, bedanimiz orqali misolga elib baqsaq, pulim bor, olalayman, yeyalayman deb qancha ko'p normadan ortiq yesak, ehtiyojdan ortiq iste'mol qilsak, bedanimiz uni yog' qilib yig'idi. Bu jarayonda tomirlar maylashidi, tarlishidi, qon aylanish ostlaydi. A'zolarga oziqliq va oksigen yetkazish benormallashadi. Natijada kasal bo'lib, eg'ri o'limgacha elib boradi.
Mal va mulkni ehtiyojni ortiq bak ko'p yig'ishmi mushunga o'xshaydi. Payg'ambarimizning "Men go'zal axloqni tamomlash uchun avatildim" degan hadisidanmi axloqning ma'nosini cho'nqur yeshib qarab baqsaq, shaytoniy sistemini bijit qilib tashlashda bu hadisning qudratining qanchalik kuchli ekanligini bayqaymiz. Axloqning kuchini bilish uchun bu haqda jiddiy izlanishimiz kerak. Go'zal axloqni tamomlash uchun avatildim degan bu bir jumla bizga go'zal axloq bilan qurollangan hayoti bo'yicha uni tamomlash uchun ajr qilgan bir insonning, bir Allohning qulidan boshqa na bir insonning, na bir sistemining, na bir nafsning quli bo'lib qolmaydiganligini eskartmoqda. Leksiya oxirida bugungi zamonaviy dunyoda o'zimizning qanchalik yo'r ekanligimizni o'lchaydigan bir oddiy usulni sundik. Hammamiz bu bo'yicha o'lchab boqaylik. Biz qanchalik yo'r ekanmiz? Hozirgi iqtisodiy kuchimiz bilan ishlamay, pul topmay turib, o'zimizda bor bo'lgan iqtisodimiz bilan faqat o'zimizning qilg'usi bor faoliyat bilan shug'ullanib, borg'imiz kelgan yerga berib, o'z ixtiyorimiz bo'yicha qanchalik uzun vaqt yashay olsak, sistemada shunchalik yo'r ekanligimizni ifodalaydi. Bu xil shaklda o'ylanib va hisob qilib boqaylik. Bu qitimliq leksiyamiz bu yerda oxirlashdi. Oxirgacha ko'rib bergan qarindoshlarimizning Alloh vaqtini texm barakatli qilib bersin va birlikda uyg'onishimizni, o'zlarimizni isloh qilishimizni boshlashimizga va davom qilishimizga kuch-quvvat bersin. Allohga omonat bo'linglar.